Alyuminiy sulfat eritmasida dissotsiyalanmagan molekulalar soni 40 ta bo'lsa, eritmadagi ionlar sonini aniqlang. Dissotsiyalanish darajasi 80%. Suvning dissotsiyalanishi va gidroliz jarayonini hisobga olmang. Berilishini yozib olamiz. Alyuminiy sulfat dissotsiyalanayotgan ekan. Dissotsiyalanish bu ionlarga ajralish. Alyuminiy sulfat dissotsiyalanganda alyuminiy ioni va sulfat ioniga ajraladi. Alyuminiy sulfatda hammasi dissotsiyalanayotgan ion. Odatda tuzlar yoki umuman dissotsiyalanadigan elektrolitlar 100% dissotsiyalanmaydi. Demak, qanchadir dissotsiyalansa qolgani qolib ketadi. Bu masalada ham dissotsiyalanish darajasi 100% emas, 80%. Demak, alyuminiy sulfatda hammasi dissotsiyalanayotgani yo'q ekan. Qanchadir qolib ketyapti dissotsiyalanmasdan. Qanchadir dissotsiyalanib alyuminiy ioni va sulfat ioniga ajralyapti. Dissotsiyalanmagan alyuminiy sulfat 40 ta ekan. Dissotsiyalanmagani. Demak, 40 ta dissotsiyalanmagani bo'lsa, u 20% bo'ladi. Sababi dissotsiyalanish darajasi 80%, ya'ni 80% dissotsiyalangan. Qolgani bu 20%. Ya'ni qolgani dissotsiyalanmagani 20%. 40 ta 20% bo'lsa, demak 80% dissotsiyalangani qancha? X proporsiya orqali topamiz. 80% dissotsiyalangan, 20% dissotsiyalanmagan. Demak, X topamiz. 40 ga 80 ko'paytirib 20 ga bo'lamiz proporsiya orqali. Demak, 40 ga 80 ko'paytirib 20 ga bo'lsa, 0 bilan 0 qisqarib, 8 bilan 2 qisqarib 4 bo'ladi. 40 kara 4 160. Demak, 160 ta ekan bu. Ionlarni toping degan. Demak, kation ham, anion ham kiradi. Ionlarni topish kerak. Umumiy topsa ham bo'ladi. Koeffitsiyentda hech narsa yo'q, demak 1. Koeffitsiyentda 2, 3. Demak, umumiy 5. 160 5 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsa x chiqadi, proporsiya orqali. 165 ko'paytirsa 8 bo'ladi, 1 ga bo'lsa baribir o'z bo'ladi. 8 ta ion ekan. Alohida topsa ham bo'ladi. Alyuminiyni alohida, sulfatni alohida topsa ham bo'ladi. Keyin qo'shib qo'yamiz. Koeffitsiyent 2. Alyuminiyni topish uchun 162 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 320 bo'ladi. Sulfat topish uchun 163 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 480 bo'ladi. 320 ga 480 ni qo'shsak 800 bo'ladi. Demak, alohida topib qo'shsa ham bo'ladi, umumiy qilib topib qo'ysa ham bo'ladi. Demak, 8 ta ion ekan. To'g'ri javob A varianti.